qarzga bera olmaysizlar bilet? Bo'lib to'lashgacha. Bo'lib pulim bo'lganda berardim-da. Ikkita berib yuboring. Rahmat. Pochcha, mana shu bolaning yuzini eslab qoling. Ertaga ko'rganingizda tekinga bilet olib beradi. Menga shunaqa tekinga bilet olib berdi pochcha. Mashina. Ha? Pochchamga tashlab o'tdim. Bilet olib berdilar tekinga. Videoga. Nabdi? Videoga olmay qo'ying. Yo, pochchamni o'ziga, oka. Mayli. Okey, mana qo'ying, bitta bilet, okey. Bizani rasmga olib qo'yasizmi? Covidani. Ha? Covidani. Ha, menga tekinga bilet olib berdi, rasmga tushib olib o'tdim. Keling. Nima deysiz aka? Kulibdi-da ozgina. Rahmat aka. Tekinga bilet olib berdilar. Gap yo'q, ha? Salomat bo'ling. Nima bizani rasmga oldilar? Aka, qiziq insonlar yo'q. Siz bilan shuncha esdalik rasmga olib qo'ydim. Bitta bilet qo'ying. Ya, aka. Okalar! Tekinga mana bu bratmanga bilet olib berdi, bitta konsert olinglar. Ko'ring aka. Qaysi brat? Konsert olinglar. Mana aka. Telegram'ingiz bormi? Telegram. Yur. Pastga olib beraman Telegram. Siz ochib berasizmi Telegram? Ha, yur. Siz menga yordam qildingiz, to'g'rimi? Hop. Telegramni ochib bering, men ham sizga yordam qilmoqchiman. Qanaqa yo'q? Ochib bering. Bo'ldimi? Shu Telegram ochib bersam qutulamanmi? Ha, aka. Instagramdan любой ссылкani sizlar ishlatadigan botga tashlasanglar, bitta video uchun 1, 2, 3 3 ta kanalga majburiy obuna so'raydi. Endi postga kirib, so'ng fast bot deb yozsanglar, birinchisida 500 mingtaga yaqin original profilimiz chiqadi. Xuddi boyaga ссылкani so'ng fast botga tashlasanglar, ham videosini, ham musiqasini shundoq chiqarib beradi. Eng muhimi, majburiy obuna yo'q. Okay? Nomeringizni ham aytib yuboring. Nimaga? Pochcham telefon qiladi, tekinga bilet. Qo'y.